Agar siz yarim tunda hojatxonaga borishingiz kerak bo'lsa va eshikni ochganingizda u yerda Omad Show studiyasi bo'lsa, qoidalarni eslab qoling. Birinchi qoida: u yerda turgan mikrofondan foydalanmang. Cho'ntagingizda boshqa o'zingizning mikrofoningiz bor. Uni qo'lingizga olsangiz, o'yin boshlanadi va o'yin siz qachonki alifboda yo'q harfni aytsangiz to'xtaydi. Ikkinchi qoida: boshlovchi jilmayib sizdan barabanni aylantirishni so'rasa, unga tegmang. Hech kim tegmasa ham u o'zi aylanadi. Agar baraban Damas sovg'asida to'xtasa, uni qabul qilmang. Sovg'a sizni kvartirangizda kutadi. Uchinchi qoida: tomoshabinlarning yuzlariga qaramang. Ular uzoq vaqtdan beri o'tirishibdi. Ba'zilarining ko'zlari ancha vaqtdan beri yopilmagan. Agar kimdir zalda labini qimirlatayotgan bo'lsa, xayolingizga kelgan qo'shiqlardan birini kuylang. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня. Va oxirgi ogohlantirish: agar boshlovchi sizga ismingiz bilan murojaat qilsa, demak u sizni kelishingizni bilgan. Ko'zingizni yuming, ochsangiz endi hojatxona joyida bo'lishi kerak. Agar yana studiya bo'lsa